Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qo'rchoq raisi Shuhrat Zokir Sharqiy Turkistonning ojuq bir rayon ekanligini va atalmish kasbiy texnika tarbiyalash markazlarini ziyorat qilishni xohlaydigan BDT tashkiliy hay'atining rayondagi haqiqatlarni odil bir shaklda tekshirish uchun eshiklarining ochiq ekanligini bildirdi. Şunun bilan birga Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lukang Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa taraflarning Sharqiy Turkistonda tekshirishda bo'lishining oldingi shartining Xitoyning o'rinlashtirishiga moslashishi kerakligini aytdi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqiy Turkiston uchur markazining raisi Abdujil Qarqash Xitoyning rayonga keladigan chet el taratqullari va hay'atlarga hamma ishni oldin planlab tayyor qilib qo'yganligini unutmaslik lozimligini ta'kidladi. U mundaq dedi: Xitoyning hiylasini yillardan buyon bilamiz. Xalqaro jamiyat Xitoyning hiylasiga aldanmasligi lozim. Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari haqida xalqaro jamiyatda kuchayotgan tanqidlarga qarshi ta'tir tashviqot uchun harakatga o'tgan Xitoy bundan burun inkor qilib kelgan jazo lagerlarini tunji qator muxbirlarning ziyorat qilishiga ochdi. Xitoy asir Uyg'urlarni o'rganish qilayotgan, usul o'ynayotgan, tantarbiya faoliyatlari bilan shug'ullanayotgan ko'rinishlarni kameralar qarshisiga chiqardi. Eng kichik tafsilotlargacha oldin tayyorlangan axborot yig'inida 2 yildan buyon faoliyat elib berayotgan lagerlarning maqsadi, qiyin qistoqlar va g'oyib bo'lgan Uyg'urlar haqida hech qanday bir savol-javob berilmagan. İsrailiya taratqullarining xabar qilishicha, Isroiliya bosh ministri Netanyahu Qatarning G'azadagi ishchi xizmatchilarining maoshini tarqitish uchun avatgan mablag'ning yetkilishini to'xtatish uchun buyruq tushirgan. Isroiliya hukumati G'azadagi ma'murlarning maoshini tarqitish uchun avatilgan mablag'ning yetkilishini to'xtatib qo'ydi. Xitoy islomni sotsializmga moslashtirish uchun 5 yillik plan doirasidagi bir qonun chiqardi. Yangi qarornoma musulmonlarga va islomga qarshi bostirish davomlashayotgan bir vaqtda islomni moslashtirishni talab qildi. Xitoydagi 8 islom jamiyati bilan shanba kuni bir yig'in o'tkazilib, kelgusi 5 yillik xizmat plani muzokara qilingan bo'lib, jamiyatlar islomning sotsializmga moslashishi uchun rahbarlik qilishni qabul qilgan. Misrda harbiy o'zgarish orqali hokimiyat beshiq kelgan Abdul Fattah al-Sisi Amerika CBS kanalining ziyoratini qabul qilgan va keyin bu ziyoratning e'lon qilmasligini talab qilgan bo'lib, uning ziyorati qilgan so'zlari zo'r inkas qo'zg'adi. 60 minut nomli programmaga qatnashgan Sisining Sinay yarim orolida terrorchilarga zarba berishda Isroiliya bilan hamkorlashganligi va Misrda siyosiy mahbuslarning yo'qligi haqidagi so'zlari kishilik huquq faoliyatchilari boshchiligida har sohaning noroziligini qo'zg'adi. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti rasmiy Twitter hisobida bu haqda mundaq dedi: Prezident Sisi beshiga kelgan qiyin savollarga ko'nmagan, chunki o'zini tanqid qilgan nurg'un muxbirlarni zindonga tashildi.